Kecha bitta video qo'ygandim, usta haqqini yeydiganlar, yo rahbarlar, endi rahbarlarni bilmayman, bordir shunaqasi. Ustalarga ham bor. Ustochilik sistemasiga o'yin egasi pulni bermaydi. No, 70% meni fikrimcha 70% bu ustalarni aybi. Chunki biron ishni noto'g'ri qiladi, biron kasak qiladi. O'shaning uchun o'yin egasi ham majbur bo'ladi, o'sha pulni bermaydi yo kesib qoladi. Mana o'zimda bunaqa holat bo'lgani yo'q. Biror marta bironta klient pulini bermay qo'ygani yo'q. Bo'lgan bir marta shogirdcham adashib maydagina kistichka shotgacha o'shani o'yin egasiniki ekan, u adashib instrumentlarni yig'ishtirayotganda instrumentni ichiga qo'ygan, adashib. O'shaning uchun o'yin egasi kistichkam bor edi, o'shani san olding deb bahona qilib 500 ming pulni olib qo'ygandi. Lekin meni fikrimcha ko'p tarzda ko'p vaqtda ustalarning aybi bo'ladi.